Tergov adolatning boshlanishi, sud esa uning yakunidir. Endi ish tafsilotlarini keladigan bo'lsak, bu jinoyat ishi Jabrlanuvchi qizni 2 nafar noma'lum shaxs Tracker rusumli avtomashinaga majburan o'tkazib olib ketgani va nomusiga tekkani haqida ma'lumot berilgan. haqiqatdan ham jinoyatni J. Qurbonboyev emas, va bu ismli shaxslar sodir qilganligini tasdiqlovchi bir necha dalillar mavjud bo'lgan. Uying to'shda qizim ish keldi. Qiz bolagansan, biz soat deymadik. Men butun. Sen qiz bolasan, sen ko'chib yuribsan aka. Seni keding tashab ketib qoldi muhimman prezda. Eng muhimi, jabrlanuvchi qizning ko'rsatmalarida Jumanazar Qurbonboyev uni hech qanday zo'rlik ishlatib, nomusiga tegmagani, jinsiy aloqada bo'lmagani ochiq-oydin yozib ko'rsatilgan. Jinoyat ishida faqat ekspertiza asosiy dalil hisoblanadi. Boshqa dalillar ham zarur. Ekspertiza dalillardan bittasi hisoblanadi. Belagisi ekspertiza aytyapti. Ya'ni ekspertiza obyektida topilgan qon dog'lari dedi, antigenni aniqlandi. Ya'ni ikkinchi guruh qon shaxsga tegishli qon deyapti. Bu qon deyapti jabrlanuvchiga tegishli va shu ikkinchi guruhdagi boshqa shaxsga ham tegishli bo'lgan bo'lishi mumkin deb xulosa beryapti. Ekspert Yubasarov sudda bergan ko'rsatmasiga ko'ra aniq biomaterial turini belgilash imkoni bo'lmagan. Natijalar esa faqat ehtimol darajasida baholangan. Lekin meni himoyamasidagi J. Qurbonboyevga oid mesela J. Qurbonboyevni qon guruhi bu birinchi guruh. Musbat qon hisoblanadi. Ayblov xulosasida ayblanuvchining harakatlari ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish sifatida baholangan. Ayblovni tasdiqlovchi deb sud biologik ekspertizasi va DNK ekspertiza xulosalari ko'rsatilgan. Sud tergov jarayonida dalillarning to'liq va xolis baholanmaganidan dalolat beradi. Tergov adolatning boshlanishi, sud esa uning yakunidir. Aybdorni topish oson, begunohni himoya qilish esa tizimning asl darajasini ko'rsatadi. Tergovdagi bir xato, suddagi bir nohaqlik minglab insonlarning ishonchini qulatadi. Adolat da'vo emas, mas'uliyat. Effekt uz tahririyatiga Xorazm viloyati aholisidan biri Ixtiyor Nazarov o'g'li Jumanazar Qurbonboyevning jinoyat ishi bo'yicha sud qarorlari qonun talablariga va aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga zid ravishda qabul qilinganini ma'lum qilib murojaat qildi. O'g'limiz Qurbonboyev Jumanazarni nohaq tuhmatlarga qolib, ichki ishlar bir begona bir bolalar qilgan ishni buni bo'yniga qopqarib olib ketib, tergov jarayonida boshlab yordam berganda bu. Yordam bergan qiz yig'lab turgan paytida borib yordam so'rab, yordam berib qo'ygan. U ichki ishlar shunda surishtiruv olib borganda boshlab qizning arizasi yo'q, qiz onasi, oyisi bilan ikkalasi rahmat aytgan menga, yordam berdi, bunda davom yo'q degan. Men o'g'limni 2024-yil 7-may kuni Toshkentdan kelib, Urganchga ketgandan keyin kechqurun soat 12 da otasini o'zi yolg'izgandan keyin o'g'lim qamalganini bilganman. Bu voqea 24-yil 1-yanvar o'tar kechasi Yangi yil kuni bo'lgan. Lekin shu vaqtgacha qamalguncha men bilgan emasman, olib ketganlaricha bilgan emasman. U kuni bo'lgan voqea o'g'limning aytishicha, otasini aytishicha, do'stlarni endi uzataman uyga tashiman deb, Muhammad Prezindan qibla tarafa o'tib, do'stlarini tashlab kelgan uylarini. Keyin qaytib lekin o'sha paytda o'tgan paytida bir qiz yurgan. U endi soat 3 lar atrofimi shu paytlar bo'ladi-da. To'xtab so'radim. Sen kimsan? Bu yerlik emassan, begonasan-ku. Bu yerda necha yuribsan? Kim uyga kelding? Qo'rqmaysanmi kecha deb
Netsem dedi, o kız dedi, yığlab dedi, korkup durgan ekan dedi. Telefonda gaplashib turgan ekan, yig'labdi. Kichkina ko'rinishidan da yosh qiz, kichkina qizcha, g'ussasam kichkina qiz ekanda. Keyin u qiz qo'rqma, sen uying edi deb so'rasam dedi, qiz meni kelib men berlikmasman, men ammam uyine keldim. Ammam yo'q ekanlar. Agar meni hokimiyatdan uyim tashlab kelasizmi deb aytdi u qiz. Hava tashlab kelaman, o'zing yolg'iz yurma kechdi deb dedi, mashina mindirib dedi, hokimiyat yana bordim dedi. Hokimiyatdan o'sha bir domni ko'rsatdi dedi. Qaradi, mashinadan tushmagan holda dedi, uyimiz sveti o'chib ketgan. Onam kelmagandilar. Chunki dedi, telefon ursam oyim ko'tarmadilar. Xivari qarindoshlari bayram aytib ketmadilar. Meni o'zim yolg'iz edim, demak, yolg'iz qoldim. Anam kelmagan o'xshaydilar deb dedi. Meni boshqa yerga olib boring, meni tashlab ketmang deb dedi. Qiz yolvordi dedi. Ish materiallarida qayd etilishicha, Jumanazar Qurbonbayev jabrlanuvchi qizni kechasi uyiga olib borib qo'ygani, u uyida hech kim yo'qligini aytganidan so'ng o'zining yangi qurilgan uyiga olib borib tonggacha tunab qolishi mumkinligini aytgan. Men seni nerga olib boraman? Soat уже 4lar shu ne bo'lib qoldi? Men seni nerga olib boraman axir? Deb dedi. Shu Muhammad Prezident Qibla tarafida qarindoshlarim bor, yo sho'ra olib boring deb aytdi. Endi yarim kecha keldim de, lekin dedi, endi kimni uyini eshigini taqirlatishi bilmayman. U qiz men dedi, doğrusu dedi, baradan ağzı yetçaydı, baradan joyim yo'q. Meni bir gün bo'lsam, bir erta anam gelince meni bir neting, yaxshi bola ekansiz deb dedi, shaytdi dedi. Rahmim kelib dedi, u bizani qo'shimcha uyimiz bor, Tomorqada uyimiz bor o'zimizni. Shu yerda hech kim yashamaydi, endi barib yashamas, faqat kechqurunlar borib. Bolamiz kunduz borilmaydi u yer. Şöyle dedi, şöyle apardım o kıznodan dedi. Aşı xonaya girib dam olib dur. Ertalab seni uyga tashiman deb dedi. Men uyni qizi dedi. O'zim mashinada turib dedi, qizni ko'rsatib berdim nerga kirajagini. Qizi uyda hech kim bo'lgan emas. Hech kim bo'lmagan. Oyisi qidirishmada Xivoda qayerga bir qarindoshiga ketgan. O'zi qaytarib olib kelgan, meni borarga joyim bo'lgan emas degan. Uyida olib qo'ymagan. Kech payti bor, soat 2-3 bo'lgan, kechasi bo'lgan. Men ertalab keldim, bo'ladigan joy kerak. Shunga ayolga ishini qoqqan qarindoshim ishini ochgan emas-da. Shunda bu o'g'limiz, men o'g'limga inonamadi, u ishni qilmaydi, u ishni qilganda bu uyga olib kelmaydi uni. Benda shunda turadi, bu yerda biz endi onasi bilan birga turamiz-da. Bu yerda mol boqamiz, nima qilamiz, shunga ikkalamiz kechqurun bo'lib kelib yotamiz. Shunga yotoqxonamiz bor, nimasi bor. Shu yerga azoniga aytdim, shu yerga o'ngishtirib kelgan. Mana shu uyga olib kelgan. Mana shu uyga kelgan. Uyga olib kelgan. Iliki kaliti bor-da buni. Ha, buni kaliti bor. Kaliti, mashina shu yerga kelib turadi-da. Mashinada Damas'da olib kelgan. Damas'da kelgan, Damas'da qo'ygan. Mana bu ishdan kiradi, kichkina ilik kaliti bor bunga. Kaliti bor. Shu yerga kiramiz yana. Bu paytida mana yerda nimalar bo'lgan? Yotadigan narsalar. Yotadigan ichida ichkarida bu. Mana bu yerda bir eshigi bor. Bu nimasi bu yerda biligi bor yana. Mana bu yerda biligi bor. Kulfu bor. O'sin mana bu yerda spalnida bu yerda. Payti bor-ku. Bu bo'lgandan keyin spalni bo'lgan. Bu yerda pech ham turadi, qizib turadi. Spalni bo'lganda. Shu yerda yot, ichida iligi bor. Ilik qo'yib yotasan, mana bu oynasi shu oynasi bor. Oynasi bor. Shu yerga shu spalnida yotgan. Biz bu ayolim bilan kelib shu yerda bo'lamiz-da, televizor, hammasi bor, issiq joy, gazi bor. Shu yerga yomon niyat bo'lganda bu uyga kelmaydi, men bolamga inonaman-da. U havolardan emas u. Bu Xudoni tanigan, bir yil xizmat qilib kelgan, o'qishga kiryapti. Qiz girib ketdim, men dedi, mashinada qoldim. Mashinada o'tirdim dedi. Men borib endi geldi gitti ne bilen endi уже kech bo'lgandan keyin uxlab qolasiz. Soat 6lara yaqin o'zim uyanib qarasam, mashin yo'q ekan. Mashin yo'q ekan, o'zim aytdim, "Ha, bola kelmabmi ekan?" Yo'da telefon urdim. Telefon ursam, "Apa, hozir shu yerlardaman, ina boraman, hozir 10 minutda" dedi.
Shu vaqtda neda yuribsan axir 6 bo'libdi soat desam, yo'q opa uzoqda emasman dedi. Keyin shu 10 minut aytganida 10 minut 15 minut ichida keldi bolam. Endi oydin kelgandan keyin men undan hech narsa so'ramadim, aytmadim. Nechun shuncha ham birovningda qoldingmi, jo'ralaring bilolmading desam, havo deb qo'yaverdi. Keyin lek bolam shu men 6da telefon urdim, 6ga yaqin telefon urdim, girib qiza ses bergan. Уже 6 bo'ldi, hozir biza ota-onam kelib qoladi. Endi u yerda mol holimiz bor, shuning uchun ota-onam kelib qoladi. Seni uyga tashiman desam, dedi, u qiz chiqdi dedi. Chiqdi dedi, mashina mindirdim non dedi. Uyga endi tashiman, balki otang anangga endi deb dedi, haydab yotirsam dedi. Qiz, siz yaxshi bola ekansiz. Mana yolg'ondan bir yomon ko'zdan qaramadingiz. Ama sen özün yosh qizcha bo'lsan, sen nechun deb tursan? O'zi nechun sen birinchidan necha kecha yuribsan deb bir ikki shu savol javob etdik. Shunda qiz dedi, size doğrusunu aytsam, akşam 40 yil qara importni mashinalar bolalar olib ketdidan, 2 bola olib ketdidan meni zo'rladilar. Deb aytgandan keyin bolam men hayron shokka tushib qoldim. Sen nechun shu gapni moment shu vaqtda aytmading? Men seni mashina mindirdim, shuni aytganda sen shu vaqtda nechun aytmading? Seni Dorning saxonaga yo bir yordam so'rab birov aytdi dedi. Men sana yordam etaman deb uyatgan nechun vaqtida aytmading deb aytdim, dedi bolam aytdi. Lekin sen bu narsani unutib qoldirma. Darrov ota-onang yana borib, saxonaga borib bu gaplarni ayt deb aytdim, dedi. Ana bolam u qizni tushiradi. Uyine yapıp tushiradidan uyine qaytib keladi. Arizada 2023-yil 31 dekabr bayram kechasi jabrlanuvchi qizni 2 nafar noma'lum shaxs Tracker rusumli avtomashinaga majburan o'tkazib olib ketgani va nomusiga tekkani haqida ma'lumot berilgan. Eng muhimi, jabrlanuvchi qizning ko'rsatmalarida Jumanazar Qurbonboyev uni hech qanday zo'rlik ishlatib, nomusiga tegmagani, jinsiy aloqada bo'lmagani ochiq oydin yozib ko'rsatilgan. Uni chaqirgan, men o'qishdan bora olmayman. U boshqa tergovda chaqirganda tergovchim rahmat aytib, yordam bergani aytib, rahmat aytib yuborgan, o'qishga ketaver deb. Shu ko'rsatmalarga qaramasdan tergovchi Mayyor Yo'ldashev ishni Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan baholab, ayblov xulosasini tayyorlagan. U kela olmasligini bilib, menga telefon qilib, ketasizmi deb tergovchi chaqirdi, bordim. Borganda şimdi sizni qaytib bezovta qilma, shu qonuningizni tekshirib beramiz. Bolangizda hech gunoh yo'q, boshqa deb meni soddaligimdan foydalandim, ama mana bu nimalarni yomonga ketishni o'ylamayib qon topshirgan edim. O'sin aradan u qon topshirgandan keyin biz uni qonun qoidasini bilmaymiz. Uni olgandan keyin uni DNK qilish uchun, ekspertiza qilish uchun 1 oy mobaynida, 20 kun mobaynida qilish kerak. Bular 2-3 kunda bu guvohsiz, nimasiz qonni olib qolib 2-3 kun ichida telefon qilib turdi-da, o'g'lingizni oldiring, DNK chiqdi, nima chiqdi, unaqa chiqdi-da. Ayblov xulosasida ayblanuvchining harakatlari ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish sifatida baholangan. Ayblovni tasdiqlovchi deb sud biologik ekspertizasi va DNK ekspertiza xulosalari ko'rsatilgan. U DNK bo'lishi mumkin emas. Men unaqa bola yo'q, menda tarbiya bergan emasman unaqa bolaga. Namozxon bola 1 yil xizmat qilib kelgan, legotalari olib, farqiyonlarni olib, u yana mahalla reislari mahallamizdan bilan bolamiz aqlli bola. Unaqa bola emas. Men Hazaras tumani Buyuk mahalla raisi Madirov Mahmudjon Ikromovich bo'laman. Hozirgi bu ixtiyorimni oilasini aytadigan bo'lsak, mahallada eng namunali oiladan biri bo'ladi. Qolaversa shu Jumanazar mahalladagi yoshlar orasida ko'zga ko'rinib, mahalladagi qancha tadbirlar bo'lsa, shu tadbirlarda qatnashib yurar edi. Lekin buning nozam bo'ladi. Harakati yo'q edi buning, harakati yo'q edi. Lekin hozirgina shunday ahvol tushibdi. Lekin bu xonadon juda ham bir namunali xonadon lekin mahallamizda. Qolaversak Jumanazarga kelsak, endi Jumanazar shu
mahalladagi sport tadbirlarida, qolaversa shu boshqa bir tadbirlarda ham shu faol qatnashib yuradigan bir yoshlarimizdan biri edi. Qolaversa shu jumladan shu armiyaga borib kelgan. Armiyadan shu yaxshi namunali nimalar olib kelganda. Faxriyorliklari, maqtovlarni olib kelgan. Shu jumanazarga shu mahalladan sud tomonidan shu mahalladan so'ralgan nimalar bo'lsa, shu bizlar shu bergan bo'lar edik, lekin so'ralmadi. Jumanazar o'qishga topshirib qo'yadi. Lekin buni ishlardan keyin shu o'qishim qolib ketdi, lekin shuni iltimos qilar edik shu jumanazarni shu yangi shtatdan shu yaxshilab adolatli tarzda ko'p chiqishni so'raymiz. Ma'lumotlarga ko'ra 2024-yil 16-sentyabrda Bog'ot tuman sudi Jumanazar Qurbonboyevni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topib, unga 3 yil ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlagan. Biroq Xorazm viloyat prokuraturasi mazkur qaror ustidan protest kiritadi. Prokuror Yusupov imzolagan protestda birinchi instansiyadagi sud ishi holatlarini yetarli darajada tahlil etmagani, ekspertiza xulosalariga to'liq baho bermagani va ayblanuvchi harakatlarining Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqa qilish bilan baholanishi lozimligini qayd etganligi sababli prokuror tomonidan kiritilgan protest asosida ish apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilib, 2025-yil 17-mart kuni Xorazm viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya hay'ati Bog'ot tuman sudining hukmini bekor qiladi. Sud apellyatsiya bosqichida Qurbonboyev harakatlarining Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan qayta kvalifikatsiya qilib, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan unga 5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosini belgilaydi. Jabrlanuvchi M ismli shaxs tomonidan 2024-yilning 1-yanvar kuni kechqurun shu Tracker rusumli transport vositasida kelgan A va B ismli shaxslar tomonidan zo'rlik ishlatib olib ketilgan holatda shu transport vositasini ichida uni nomusiga tekkanlik bo'yicha Hazrat tuman ichki ishlar bo'limiga yozgan arizasi bo'yicha shu A va B ismli shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan ishni boshlanish. Advokat Masharipovning ta'kidlashicha, ish hujjatlarida ayblovni asoslovchi dalillar mavjud emas. Jabrlanuvchi qiz ham, uning onasi ham dastlabki ko'rsatmalarda Jumanazar Qurbonboyevning nomini tilga olmagan. Ular faqat noma'lum A va B shaxslarni ko'rsatishgan. Keyinchalik esa ko'rsatmalarini negadir o'zgartirishgan. O'zgartirilgan ko'rsatmalardan so'ng tergov organi A va B shaxslarga nisbatan jinoyat tarkibi mavjud emas degan asos bilan ishni tugatgan. Ammo Qurbonboyevga nisbatan ayblov saqlab qolingan. Jabrlanuvchini dastlabki bergan ko'rsatmalarida haqiqatan ham shu A va B ismli shaxslar uni nomusiga tekkanligi, meni himoyam ostidagi J Qurbonboyev esa u nochor holatda kechqurun soat 2-3larda qarovsiz qolgan vaqtida uni yo'lda to'xtatib, uyiga olib borib, unga yordam ko'rsatib, unga joy bilan ta'minlab, ertasi uyiga ketishga yordam berganligini ko'rsatib o'tgan. Jinoyat ishi materiallarida aniqlanishicha, jabrlanuvchi bironta joyda ham shu himoya ostidagi J Qurbonboyev unga tajovuz qilganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot bergan emas. Faqat unga yordam berganligi to'g'risida, u unga hech qanday tajovuz qilmaganligi to'g'risida ma'lumotlar, ko'rsatmalar berib o'tgan. Keyingi tergov jarayonlarida jabrlanuvchi ko'rsatmasini o'zgartirib, A va B ismli shaxslar unga tajovuz qilmaganligini, ularga nisbatan tuhmat qilganligini aytib ko'rsatmalar bergan. Negadir o'zi ham, qonun vakili, onasi ham, D ismli shaxs o'zi ham ko'rsatmalar berganlar. Shu A va B ismli shaxslarga nisbatan tergov organi tomonidan Jinoyat protsessual kodeksini 83-moddasi 2-bandini asosan, ya'ni qilmishda jinoyat tarkibi yo'q deb tugatilgan. Lekin meni himoyam ostidagi J Qurbonboyevga nisbatan
Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ish sudga oshirilgan. Endi sud jarayonida dalillar bir necha ish holatiga mansub bo'lgan, ya'ni haqiqatdan ham jinoyatni J. Qurbonboyev emas, va bu ismli shaxslar sodir qilganligini tasdiqlovchi bir necha dalillar mavjud bo'lgan, ya'ni 30 dan ziyod video disklar bor. Haqiqatdan shu jabrlanuvchini zo'rlab, yo'lda ushlab, avtomashinaga mindirib ketganligini tasdiqlovchi dalillar va boshqa dalillar bor. Birinchi instansiyadan bu dalillar iltimos qilsa ham to'liq tekshirilmadi. Endi balkim tekshirmash sababi shu vaqtda ishni ko'rgan sudyaning vakolat muddati yaqinlashib qoldi, balkim shu sababdan tekshirish chorasini ko'rmadimi? Apellyatsiya instansiyasi 5 oy apellyatsiya instansiyasi sud tergov o'tkazdi. Cho'zib o'tkazdi 5 oy davomida, lekin bu 5 oy davomida o'tkazilgan apellyatsiya instansiyasidan ishga aloqador bo'lgan video disklar tekshirib ko'rilgani yo'q. İşte qatnashayotgan prokuror iltimosnoma kiritdi. Jinoyat protsessual kodeksining 407-moddasi tartibida, ya'ni bu yerda jinoyatni sodir qilgan va bu ismli shaxslarni ham ayblash kerak degan mazmunda iltimosnoma kiritgan. Bu iltimosnomasini sud qanoatlantirdi. Shu iltimosnomasi ayblov xulosasini tasdiqlagan prokurorga yuborildi. Lekin tergov organi sudni ajrimida ko'rsatgan talablarni birontasini ham bajarmadi. Ya'ni u yerda ajrimda qayta ekspertiza o'tkazish ham topshirilgan edi tergov organiga sud ajrimida. Lekin tergov organi sudni ajrimi talablarini bajarmadi. Ya'ni JPK talablaridan zid ravishda qayta ekspertizani o'tkazmasdan qanday borgan bo'lsa tergov organiga sud ajrimi shunday hech qanday protsessual harakatlar amalga oshirilmasdan qaytarib yana olib kelib topshirdilar. Endi hozir apellyatsiya instansiyasi prokuror protezi asosida, ya'ni apellyatsiya instansiyasini bir 2 oy sud tergovi bo'lgandan keyin prokuror protez olib keldi. Bu protezda himoyasidagi J. Qurbonboyevni birinchi instansiya tomonidan qo'yilgan ayb, ya'ni jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qism bo'yicha ayb qo'yib 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan edi birinchi instansiya. Prokuror protezi asosida birinchi instansiya hukmi bekor qilinib, yangi hukm chiqardi. Apellyatsiya instansiyasi yangi hukm bo'yicha shu jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismida aybdor topib 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Advokatning so'zlariga ko'ra, ekspertiza xulosalari ham ayblovni isbotlamaydi. Sud biologik ekspertizasi xulosasida jabrlanuvchiga tegishli obyektlarda aralash biomateriallar topilgani qayd etilgan, ammo uning manbai qon, so'lak yoki boshqa DNK manbai aniqlanmagan. Endi sudni ajrimda ko'rsatilgan dalillar asosan ikkita dalilga asoslanyapti. Bular birinchisi biologik ekspertiza xulosasiga, ya'ni biologik ekspertiza xulosasida ko'rsatyaptilar. Ikkinchisi sud biologik odam DNKsi ekspertiza xulosasiga asos qilib ko'rsatyaptilar. Jumanazar Qurbonboyevning advokati sud hukmlari va ekspertiza xulosalaridan norozi bo'lib, masalani qayta ko'rib chiqishni so'rab, Oliy sud raisi o'rinbosari Alisher Usmonov nomiga murojaat qildi. Biroq shikoyat rad etilgan. Rais o'rinbosari imzosi bilan yuborilgan rasmiy javobda aytilishicha, ish materiallari, xususan biologik ekspertiza xulosasi va tekshiruv bayonnomalari ish hujjatlari bilan o'z tasdig'ini topgan. Shu asosda ishni Oliy sudda qayta ko'rib chiqishga zarurat yo'q degan xulosaga kelingan. Bundan tashqari, javob xatida Qurbonboyevning aybi ikkinchi sonli ekspertiza xulosasi hamda o'z ko'rsatmalari bilan to'liq tasdiqlangani qayd etilgan. Ammo aynan shu nuqta huquqiy jihatdan savol tug'diradi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, shaxsning ko'rsatmasi yoki aybini tan olishi hukm chiqarish uchun yakka holda yetarli emas. U albatta boshqa dalillar bilan mustahkamlanishi shart. Agar sudlanuvchi ixtiyoriy ravishda va boshqa dalillar bilan tasdiqlangan holda aybini tan olsa, bu albatta
uning o'ziga qarshi ishlaydi. Lekin ko'rsatmaning o'zi mustaqil hal qiluvchi dalil hisoblanmaydi. Shunda asosiy savol tug'iladi. Ishni Oliy sudda qayta ko'rib chiqish uchun yetarli shubha yoki qayta baholash zarurati mavjud emasmidi? Masalaning yana bir jihati ikkinchi sonli ekspertiza xulosasi. Unda ayblovga asos bo'lgan xulosalar ichida ehtimoliy, mumkin kabi ehtiyotkor iboralar qo'llanilgani qayd etilmoqda. Bu esa dalilning qat'iyligi borasida savollarni keltirib chiqaradi. Effekt.uz mazkur holatga oydinlik kiritish maqsadida Xadija Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markaziga murojaat qildi. Markazning Odam DNKsi laboratoriyasi mudiri Asilbek Nurmatovning ta'kidlashicha, ekspertiza xulosasini sud hukmida qo'llash yoki qo'llamaslik ishni yuritayotgan sudya vakolatiga kiradi. Ya'ni ekspertiza xulosasi avtomatik ravishda ayblov uchun mutlaq asos bo'lavermaydi. Shunga qaramay, Qurbonboyev ishi bo'yicha birinchi instansiyadan to yuqori bosqichlargacha bo'lgan sud qarorlari uning zarariga chiqqan. Masalaning markazida esa bitta savol turibdi. Agar ekspertiza xulosasida noaniqlikka ishora qiluvchi iboralar mavjud bo'lsa va ayb asosan ko'rsatma hamda xulosaga tayanilgan bo'lsa, nega ishni qayta ko'rib chiqish uchun yana bir marta imkoniyat berilmadi? Binobarin, bu ish Usmonov uchun mushkul emasdi. Yuqori minbarlarda insonparvarlik, qonun ustuvorligi va adolat tamoyillari haqida so'z yuritilayotgan bir paytda aynan shu ish bo'yicha so'nggi imkoniyatning rad etilishi tabiiyki turli xil savollarni paydo qilmasdan qolmaydi. Oliy sud raisi o'rinbosari Alisher Usmonov rad javobi orqali ishda qonuniy asoslar yetarli degan pozitsiyani bildirdi. Biroq ekspertiza xulosasidagi ehtimoliy ifodalar, ko'rsatmaning protsessual bahosi va ishni qayta ko'rib chiqish mexanizmlarining ishga solinmaganligi muhokamadan xoli emas. Savol shuki, bu ishda haqiqat to'liq aniqlanganmi yoki qayta ko'rib chiqish imkoniyati adolat uchun muhim qadam bo'lishi mumkinmidi? O'ylaymizki, mazkur video reportaj Usmonovning qulog'iga yetib borgach, adolat tarozisi to'g'irlanib, mavjud tushunmovchilikka barham beriladi. Jinoyat ishlarida, ya'ni to'g'ridan to'g'ri identifikatsiyada biza qat'iy xulosa beramiz. Ya'ni bizada bu odam mana shu biologik material yoki shundan kelib chiqqan yoki kelib chiqmagan degan qat'iy xulosa olamiz. Agar bu biologik material bitta odamga tegishli bo'lsa, ba'zi bir holatlarda bir necha odamga tegishli biologik materiallar aralashuvidan kelib chiqqan natija ham chiqib qoladi. Shunaqa aralashmani tarkibida albatta bunda ehtimoliy natija chiqadi. Ya'ni agar barcha genetik o'sha belgilar bo'yicha o'zaro moslik bo'lsa, biza istisno etilmaydi shu biologik materialni tarkibida shu odam bor yoki yo'qligi istisno etilmaydi deb xulosa beramiz. Boshqa holatlarda, ya'ni aniq bitta odamga tegishli bo'lgan biologik material bo'lsa va u 100% solishtirma namunaga to'g'ri kelsa, biza aynan shu odamdan kelib chiqqan deb 100% aniqlikda xulosa beriladi. Himoya tomon bu ziddiyatlarni inobatga olgan holda qayta ekspertiza tayinlash haqida iltimosnoma bergan, ammo sud tomonidan rad etilgan. Bu holat advokatning ta'kidlashicha, sud tergov jarayonida dalillarning to'liq va xolis baholanmaganidan dalolat beradi. Biz sud jarayonida ham prokurorning kiritgan iltimosnomasida ham qayta ekspertiza tayinlash masalasida ham ko'rsatganmiz. Ya'ni biologik ekspertiza xulosasi bilan odam DNKsi biologik ekspertiza xulosasi o'rtasida qarama-qarshiliklar bor. Ekspert Yubasarov sudda bergan ko'rsatmasiga ko'ra aniq biomaterial turini belgilash imkoni bo'lmagan, natijalar esa faqat ehtimol darajasida baholangan. Ya'ni noaniq ekspertiza xulosasidagi ma'lumotlar noaniq. Shu ma'lumotlarga aniqlik kiritgandan keyingina yakuniy qaror qabul qilish mumkin degan vaj bilan biz iltimosnoma kiritganmiz. Bu iltimosnomamiz asosiy ravishda rad qilindi, lekin prokurorniki qanoatlantirildi. Lekin tergov organi bari buni bajarmadi. Sud ajrini bajarmadi. Shu bilan birga ekspertizada jabrlanuvchi qizning obyektlarida aniqlangan qon guruh AB ikkinchi bo'lgan bo'lsa, Jumanazar Qurbonboyevniki O birinchi musbat ekanligi qayd etilgan. Demak, topilgan qon Qurbonboyevga tegishli bo'lishi mumkin emas. Misol uchun aytadigan bo'lsak, biologik ekspertiza aytyapti. Ya'ni ekspertiza obyektida topilgan qon dog'lari dedi
antigenni aniqlandi. Ya'ni ikkinchi guruh qon shaxsga tegishli qon deyapti. Bu qon deyapti jabrlanuvchi M'ga tegishli va shu ikkinchi guruhdagi boshqa shaxsga ham tegishli bo'lgan bo'lishi mumkin deb xulosa beryapti. Lekin apellyatsiyadan, taftish instansiyasidan Oliy sudga yozganda, taftish tartibi qayta yozganda Oliy sud sudyasini qayta ko'rib chiqishi asoslari yo'qligi to'g'risidagi ajrimindami? Keyin Oliy sudni o'rinbosari Alisher aka Usmonov tomonidan berilgan javob xatida ham biologik ekspertiza xulosasi bilan tasdiqlanadi aybi degan vajlar keltirilgan. Jinoyat ishida faqat ekspertiza asosiy dalil hisoblana olmaydi. Boshqa dalillar ham zarur. Ekspertiza dalillardan bittasi hisoblanadi. Va shu dalil ham boshqa dalillarni, boshqa dalillar majmuasidan kelib chiqib, hal qiluvchi qarorni qabul qiladi sudya. Lekin bu biologik ekspertizada ikkinchi guruh shaxsga tegishli qon deyapti. Lekin menikin boyamasidagi J. Qurbonboyevga oid nimasi J. Qurbonboyevni qon guruhi bu birinchi guruh musbat qon hisoblanadi. Birinchi guruh musbat qon hisoblanadi. Ya'ni bu Jumazarning qonuni ekspertiza tekshirib ham ko'rgan emas. Jinoyat protsessual kodeksining 22-moddasiga ko'ra, tergov organlari barcha holatlarni har tomonlama to'liq va xolis o'rganishi shart. Shuningdek, Jinoyat protsessual kodeksining 23-moddasida barcha shubhalar sudlanuvchining foydasiga hal etilishi lozimligi aniq belgilangan. Biroq mazkur ishda bu tamoyillarga amal qilinmagan ko'rinadi. Bu Jumazarning qoni birinchi guruh qon, bu biologik ekspertizadagi qon ikkinchi guruh bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lyapti degan savol berganda u DNK tutuvchi boshqa biomaterial bo'lishi mumkin. Bu so'lak bo'lishi mumkin, inson so'lagi, teri va hokazo bo'lishi mumkin deydi. Biz aytdik unga, bo'lmasa biomaterialni nimaga aniqlamading dedik. Lekin ekspert aytayapti, biomaterialni aniqlash deyapti, DNK ekspertizasining vakolatına kirmaydi. Bu biologik ekspertizani vakolatına kiradi deb tushuntirish beryapti. Lekin biologik ekspertiza xulosasida men aniqladim deyapti biomaterialni. Biomaterial faqat ikkinchi guruhga mansub bo'lgan shaxsga tegishli. Bu ya'ni jabrlanuvchining M'ni qon guruhi ikkinchi guruh bo'lgan va boshqa shaxsga tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni bir faqat ikkinchi guruh qon bor bu yerda deyapti. Bu biologik ekspertizaning xulosasi nimani jabrlanuvchi Qurbonboyevni qon guruhidan to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ikkita ekspertiza xulosasida qarama-qarshiliklar mavjud bo'lsa-da, sud tergovi jarayonida bu noaniqlikka aniqlik kiritmasdan shashma-shasharlik bilan qaror qabul qilgan ko'rinadi. Endi himoya tarafi fikricha. Endi ish hujjatlarida aytib o'tdim. Qizni zo'rlab avtomashinaga mindirganlik bilan bog'liq bo'lgan va jinoyatga aloqador bo'lgan, ya'ni jinoyatni J. Qurbonboyev emas, va bu shaxsli ismli shaxslar sodir qilganligi bo'yicha 30 dan ziyod video disklar bor. Bu tergov jarayonida, dastlabki tergov jarayonida olingan, buni umuman sud tergovi jarayonida barcha instansiyalarda tekshirilmadi. Jinoyat ishi Oliy sudga yozilgan vaqtdan bu dalillar Oliy sudning sudyalari tomonidan olib tekshirilmagan. Agarda olib tekshirilganda ular hay'atda, sudlov hay'atda qayta ko'rib chiqish uchun taftish instansiyasida qayta ko'rib chiqish uchun asos yo'q deb qaytarmagan bo'lar edi. Ya'ni sudyalar ham menimcha ishni to'laqonli xolisona tekshirish choralarini ko'rmaganlar. Jinsiy jinoyatlar bo'yicha tayinlanadi ishlar. Bu ham asosiy ishlarimizdan biri hisoblanadi. Bunda jinsiy o'sha hujayralarni, erkakni jinsiy hujayralarini ayolni epitelial yoki boshqa qon hujayralaridan ajratib olishimiz kerak. Bunda ekspert nihoyatda bir yuvelirni ish qilish kerak. Sababi sal ko'proq, noto'g'riroq ishlasa, o'sha spermatozoidlarniki ham ajalib ayol kishiga
aralashmasga chiqib ketib qoladi. Agar yetkazmasangiz ayolni biomateriali qolib ketadi, bu ham ta'sir qiladi natijaga. Demak, biz toza erkakni biologik materialni ola olmaymiz. Toza holatda ola olmasak, boya aytganimdek, ehtimoliy natija berishga majbur bo'lib qolamiz. Yoki ayolni biologik materiali shunchalik ko'p bo'ladiki, uni faqatgina ayolniki borga o'xshab chiqadi. Vaholanki biz bilamiz, erkakni biomateriali bor uning ichida, lekin uni natijasini chiqazib bera olmaymiz. Albatta, xromosom bo'yicha tahlillar o'tkazib chiqarsa bo'ladi, agar buning uchun ham ma'lum bir miqdori bo'lsa. Shu sababdan ham aynan jinsiy jinoyatlar bilan ishlaganda nihoyatda e'tibor bilan ekspert ishlashga majbur va umuman boshqa ekspertiza bilan yoki boshqa tahlillar bilan aralash holatda ular bilan parallel ravishda ishlashga haqqi yo'q. Shu sababdan ham aynan jinsiy jinoyat bo'yicha tayinlangan ishi bo'lsa, boshqa ishlarni to'xtatib turadi ish. Boshqa ishlar bilan shug'ullanmasdan aynan shu ishni natijasini olishga harakat qiladi. Bu olingan natijasini xulosasiga kelib bo'lgandan keyin boshqa ishlar bilan shug'ullanishga majbur. Himoya taraf fikri shu, endi biz hozir himoya taraf o'zimizni Respublika bosh prokurori nomiga, undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi nomiga shikoyatlarimizni tayyorladik. Endi tez kunlarda shu shikoyatlarimizni olib, bevosita ularning qabulida bo'lib, shikoyat vaziyatni tushuntirib, shikoyatni topshirish choralarini ko'ramiz. Effekt.uz jamoasi har bir ishda ayblovni emas, adolat ustuvor bo'lishi uchun kurashgan va kurashni davom ettiradi. Xayr, salomat bo'ling.